Sergeli mashina bozori ro'parasida 2,5 sotkga qurilgan 9 ta xonadan iborat ushbu uchastkamiz sotuvga chiqqan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Kirib yashashga tayyor xonadon. Bu yoqda o'zini zeleniy zonasi, xo'p, letniy kuxnyasi, bu yoqda ikkita xonasi va sanuzeli bor. Aytganda ikkita xonasi bor, ko'rishingiz mumkin. Hamma mebel texnikalari qoladi do'stlar. Oltita konditsioner bor umumiy xonadonda. Ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, daraxtxonadan uyga kirish qismi ko'rishingiz mumkin. Oshxonaga u yoqdan ham kirsanglar bo'ladi, bu tarafdan ham kirsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hamma mebel texnika jihozlari bor, qoladi do'stlar. To'g'risida zal. Ko'rishingiz mumkin. Stol-stullar, konditsioner, televizor o'rnatilgan. Yashashga tayyor. Bu yoq qismimiz podval do'stlar. Podval hozir men sizga tushib ko'rsataman. Podval qismimiz do'stlar mana shunaqa televizorni zal qilib qo'yilgan. Sizlar o'zingizlarga moslab qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda ham bitta xona bor. Bu hozir uydagilarning narsalari bor uchun mendan so'rashdi video olmaslikda. Do'stlar, xullas uyimizning ikkinchi etajiga ko'tarilamiz. Men sizga ko'rsataman hozir. Ikkinchi etajda nechta xonasi bor va qanaqa holatdaligini. Chiqqanimizda mana shunaqa ko'rinish do'stlar. Birinchi xona spalni. Ko'rishingiz mumkin. Remontlar qilib qo'yilgan, tayyor. Kirib yashasanglar bo'ladi. Bu yoqda ham detskiy xonasi. Sanuzul qulf. Bu yoqda ham detskiy xonasi bor. Va bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. O'zini sanuzellari bilan. Xonadonimiz joylashgan ko'chasi va ko'rishingiz mumkin. Kirib kelish mashina bozor tarafdan. Mana shu xonadon, bu yoq ko'chasi mana ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizda umumiy narxi $320 ming do'stlar. Kelishadigan joyi bor, hozir kelishib beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.